Ciddi eskertish. Akşamki Messi'nin müsabakasını görmegenler bir meydan tarixini qo'ldan birib qo'ydingiz. Emdila yaqlashgan musobaqada Messi 2 top urib kirgizib, bir meydan musobaqada 10 cho'ng rekordni yaratdi. Bu mazmunni to'liq ko'rib chiqsangiz, hammaga qoyil bo'lmay turolmaysiz. Noqta topni ketkizib qo'yishdan 2 top kirgizishgacha 39 yoshlik Messi bugun faqat 90 minut ichida dunyo longsi tarixidagi tunji shaxs ekanligini cho'nqur isbotlab berdi. Agar siz oqshomgi musobaqani ko'rmagan bo'lsangiz, ma'lum mazmunni hargiz serib etmang. Ko'rmanlar, biz bugungi Alkuy tantarbiya yangiliklarining yangi son orqali yana ko'rishdik. Men bu programmaning avtori va riyosatchisi Mehmetcan Mehmet Tursun. Texi hozirla oyoqlashgan Argentinaning dunyo longqisidagi musobaqasini Uyg'ur tushundirdik. Argentina 2-0 natija bilan Avstriyani yengdi. Messi bu musobaqada 2 top kirgizdi. Argentina muddatdan burun guruhidan birinchi bo'lib 32 davlatga tanlandi. Bu kecha Messi 2 top kirgizib, sansizlagan rekord yaratib, abid yaratdi. Do'stlar, biz Alkuyda birlikda musobaqa ko'rdik. Albatta, musobaqani ko'rmagan do'stlarimiz bilan birga bu maydon musobaqada Messi yengilgan rekordlarni anglab o'taylik. Birinchidan, dunyo longqisi tarixidagi merganlar shoyi bo'ldi. Messi bu maydonda 2 top urib kirgizdi. Dunyo longqisi musobaqasida kirgizgan umumiy to'pi 18 ga yetdi. Bugundan boshlab dunyo longqisi musobaqasida eng jiq top kirgizgan tunji kishining ismi nima desa, tartinmay Lionel Messi'dan. İkinci, Uda altı meydan Dünya Longqis futbol musobaqasida top kirgizib, tarixiy rekordi bilan tanlashdi. Messi Uda altı meydan Dünya Longqis futbol musobaqasida Vartaga top kirgizib, Braziliyalik rivoyatli topchi Pater Zinho, Fransiyalik danliq topchi Fangdan yana 1958-yili 1970-yili yaratgan rekord bilan tanlashdi. Agar keyingi maydonda u yana top kirgizsa, Dünya Longqis tarixidagi Uda 7 meydan top kirgizgan tarixdagi tunji kishi bo'lib qoldi. Üçüncüden, Dünya Longqis futbol musobaqasida g'alaba qilgan maydon soni tarixdagi birinchi bo'ldi. Messi bu maydon musobaqada g'alaba qilgandan keyin umumiy g'alaba qilgan maydonni jami 18 maydonga yetib, Klozening 17 maydon g'alabasidan eshib, Dünya Longqis tarixidagi g'alaba maydon shoyidan yolg'iz bahramon bo'ldi. Yana bir rekordi bütün maydondagi eng yaxshi natija qitim soni davomli yangilandi. Messi bu maydon musobaqada qilcha tashvishlanmasdan bütün maydondagi eng yaxshi topchi bo'lib baholandi. Bu uning 13-chi qitim MVP bo'lib baholanishi bo'lib, tarixdagi birinchi o'ringa o'zini o'zi orqaga tashladi. 6-dan bugun Messi dunyo longqis futbol musobaqasi qatnashish vaqtida yangi rekord yaratdi. Messi bu maydon musobaqani 90 minut to'liq o'ynab, o'zi saqlab kelayotgan dunyo longqisi tarixidagi maydonga chiqish vaqti eng uzun bo'lish rekordini davomli yangiladi. 7-dan komanda boshlig'i salohiyati bilan dunyo longqisi musobaqasiga qatnashib, davomli o'zining rekordini yangiladi. 8-dan kasbiy hayotida azaldan guruhidan chiqolmaslik bo'lmaslikni yana davomlashtirdi. Argentina muddatdan burun guruhidan chiqib 32 kuchli davlat qatoriga kirib bo'ldi. Messi kasbiy hayotida 34 qitim guruh musobaqasi o'ynagan bo'lib, hammasida yengib chiqdi. Azaldan yengilib qolmadi. 9-dan dunyo longqis tarixidagi maydonga eng ko'p chiqish shoyi bo'ldi. Messi bu maydon musobaqani to'liq o'ynab, dunyo longqisi musobaqasiga qatnashish rekordini 28 maydonga ko'tarib, tarixda davomli birinchi o'rinda muqim turib, Matios bilan bo'lgan oldingi o'rinda turish afzalligini davomli kengaytdi. 10-dan Argentina davlat komandasi tarixidagi mergan shoyini davomli rekord yangiladi. Messi bu maydon musobaqada davlat komandasi hayotidagi 122-chi topini kirgizib, o'zi saqlab kelayotgan davlat komandasi tarixidagi top kirgizish rekordini davomli yangiladi. Mana bu Messi 39 yosh, eng oxirgi bir navbatlik dunyo longqisi. Bir maydon musobaqada 10 cho'ng rekordni yangilagan top shoyi. 2006-yildagi 19 yoshlik Talat o'smirdan 2026-yildagi 39 yoshlik rivoyatlik top shoyigacha 20 yil, 5 navbatlik dunyo longqisi, 18 top dunyo longqisi tarixidagi merganlar shoyi. U futbol tarixidagi o'chmas abidi bo'ldi. Albatta bugungi musobaqa Alkuy Kino Abditali, Alkuy Undudar salonida to'liq holatda nurg'ulg'an turdashlarning o'rtaq musobaqa ko'rishi ostida Uyg'urcha bevosita taqtildi. Bu musobaqani Alkuyda Uyg'urcha ko'rgan turdashlarimiz inkaslarda tushuntirishimizdan nihoyat xursand bo'lganligini, intayin hayajonlanganligini bildirdi. Argentina muddatdan burun guruhidan tanlanib chiqib, guruhida birinchilikni muqimlashtirdi. Keyingi maydonda yana 3-aylan musobaqada Argentina amaliy kuchi bir qadar ojiz Iordaniya bilan musobaqalashganda Messi uda 7 maydon top kirgiza oldi.
rekordni davomli yangilay olamdi. Bu mazmunlarga qiziqsangiz, diqqatingiz davomli LQ kino bitaldi bo'lsin. Bizga ergishib olib, LQda dunyo lo'nqisini, Uyg'urcha ko'rishni, shundaqla mana mushu yangiliklardan doimli xabardor bo'lishingizni umid qilamiz. Bu maydon Messining musobaqasining qaytalanma ko'rinishi yana davomli LQda ko'rgili bo'ldi. Navoda musobaqani ko'rmoqchi bo'lsangiz, LQni yanfoningiz qachida olib yoki LQ undidar saloniga kirib musobaqa ko'rsangiz bo'ldi. Masalalarga yo'liqsangiz, bizga ergishib olib, bizga uchur qiling yoki yordam 10 degan undilarimizni qo'shib olib, mana shu bizning shirkatimizning xizmatchi xodimlarimizdan yordam so'rasangiz bo'ldi. Endi biz diqqatimizni bugun kech, ya'ni 23-slar kechda, to'g'risini deganda 24-slar Beijing vaqti soat 1da o'tkaziladigan Cristiano Ronaldo boshchiligidagi Portugaliya komandasi bilan, ya'ni shu O'zbekiston komandasining musobaqasiga qartayli. Endi diqqat Ronaldoga markazlashadi. Do'stlar, dunyo lo'nqis musobaqasini LQda ko'rishni unutmanglar. Biz bugun kechdagi Cristiano Ronaldo bilan O'zbekistonning musobaqasini ko'raylik. Bu musobaqa qanday yangiliklarga to'ldi? Albatta, musobaqani LQda Uyg'urcha ko'rishga tavsiya qilamiz.